Ba'zan o'ylab qolaman. Ayol kim? Ayol nima? Ayol olammi? Ayol borliqmi? Ayol kuymi? Ayol hasratmi? Mening nazarimda dunyodagi jamiki go'zalliklarda ayol xilqati ko'rinur. Ayol xilqati kabi ular nozik, go'zal, samimiy va albatta betakrordir. Ana shunday qutlug' lahzalarda siz kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, ona, opa, singil, qiz, yor, kelin va dunyoning qaysi bir burchida yashayotgan, biz tanigan, tanimagan Hazrati ayol. Nima bo'lgan taqdirda ham men sizga, sizning ahli oilangizga, sizning yaqinlaringizga olam sog'inchlarini tilayman. Olam ezguliklarini tilayman. Olam vafosini, olam quvonchini, olam shodliklarini sizga yaratgan qo'shqo'llab tuhfa etsin. Kim baxtli? Ey birodar, kim baxtli? Sodiq bir yoriga, sodiq bir do'stiga, sodiq bir opasiga, farzandiga sazovor bo'lgan odam baxtli. Shunday ekan, men beixtiyor dunyolardan baland turgan, gohida qadri loycha bo'lsa-da, yana shu loydan alvon gul bo'lib o'ngan, birda qadrini yo'qotgan bo'lsa, boshqa joyda qadrini tog'ning tepasida hilpiragan chechak kabi ko'zni quvnatib topa olgan yorqin zotdir bu ayol. Mening onam ayol edi, 12 farzandning onasi. Balki uning farang atirlari bo'lmagandir, lekin uning 12 ta onajon degan bolasi bor edi. Ilohim, sizlarni ham farzandlaringiz, ahli, yoringiz, zamonangiz aziz va mukarram aylasin. Chunki aziz bo'lgan ayol jamiyat yoki ayol aziz bo'lgan xonadon shubhasiz Allohning yarlaqagan xonadonlaridan, Ka'balaridan biridir. Shunday paytda sizga baxt tilab, sizga sig'ingim, sizga topingim, sizga yupangim va yupanch bo'lgim keldi. Hazrati ayol bulutlar ortida oy ham to'lishdi. Yog'dular sachratdi yorqin diydasi. Oshiq yuragimga zahrasi tushdi. Qiynalsam sizning azobingiz qiynasin. Bulutlar ortidan jilmayar quyosh, bu yonda biz ham bor degandek go'yo. Mohim, hajringizga berurman bardosh. Kunduzgi har nurning kechasi ro'yo. Bilmayman necha kun sanoqlari yetdi, bulutlardan osmon ko'rinmay ketdi. Bir qatim nur yubor, ey bahrul Alloh. Ko'ksimni talashib armonlar sitdi. Nahotki umid yo'q, orzular sarob,
Nahotki zahardir meni yutgan sharob, meni sizsiz xarob etar ishqsizlik. Mohim meni halok etar sizsizlik. Bizni halok etar sizsizlik. Bulutlar ortidan kuladi quyosh. Ilohim har kimning mahitoboni yonida ravona bo'lsin, sog' bo'lsin, tinch bo'lsin va albatta go'zal, baxtli kunlarining sherigi, hamrohi, quvonchguvchisi va albatta behad quvontirguvchisi bo'lsin. Barchangizga ayollar bayrami muborak bo'lsin. Menga aziz bo'lgan, meni aziz bilgan ayollar. Barchangizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling, tinch bo'ling. Allohim yuz yoshingizda ham to'kisliklari bilan siylasin. Ezguliklari bilan yupatsin. Bayram muborak.